uxlashdan oldin qanaqa inson bo'lishlaringiz kerakligini orzu qilyapsizlar. Qanaqa inson bo'lmoqchisizlar? Har doim 5 mahal namozga turadigan inson, muvaffaqiyatga erishgan inson, boy inson, qanaqa inson bo'lishni orzu qilsanglar, uxlashdan oldin shu orzularingiz bilan o'ylab, shu narsalarni bilan maqsad qilib yotinglar. Shunda uyg'onganlaringizda o'sha inson bo'lib uyg'onar ekansizlar. Hammaga assalomu alaykum. Meni kuzatib turgan kim bo'lsa ham bu video sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Chunki bugungi gapirayotgan gaplarim mani hayotimda 30 yil davomida ko'rgan mo'jizam haqida bo'ladi. Bugun 30-sentyabr kuni mani hayotimda juda ham katta mo'jiza sodir bo'ldi. Bu qanaqa, nima deysizlarmi? Xullas, kechqurun yotishdan oldin, o'zi boshidan aytsam, shu 1 oy davomida namozdan chetlandimda. Xullas, vaqt bo'lmadi, qanaqadir sharoit bo'lmadi namoz o'qishga. Bilaman, bu narsalar bahona bo'lmaydi, lekin shu doim uxlashdan oldin shu bomdod vaqtiga yaqin vaqtda uxlashni boshladim. Uxlashdan oldin shu namozga turmadimda degan o'y bilan uxlab qolardim. Lekin shu bilan kunim behuda o'tib, soat obedda 2-3 ga turadigan bo'ldim. 1 oy shunaqa sistema bo'ldi. Keyin kecha yotishdan oldin soat 2:30 ida yotishdan oldin niyat qildim, qaranglar. Xullas, bugun bomdodga turay degan niyat bo'ldi. Allohim, bugun bomdodga uyg'otgan dedimda, yana ichimdan bu yoqdan o'zimga o'zim savol beryapmanda, qaydan turasan? O'zi 2:30 da uxlayapsan, o'zi bomdod 4:30 da uyg'onish kerak. Turolmaysan degan narsa ikkilanish bo'lyapti-da miyamda. Keyin mayli dedimda, duo qildimda, bugun bomdod namoziga turay degan duo bo'ldi-da. Keyin uxladim. Shu desanglar, tush ko'rdim. Tushimda shunaqa endi cho'lga o'xshagan joyda yuribman. Shu darajada chanqib ketdimki, shunaqa suv ichgim kelyapti-da. Bu tushda o'yladim, lekin уже shuni sekin sezsam, o'zim tanamda xuddi shu narsani sezyapman-da. Shu darajada chanqadim, shu darajada suv ichgim keldi. Ko'zimni ochishga erinmayman. Bilasizlar, uyqu shirin bo'lsa ko'z ochish qiyin bo'ladi, lekin shu darajada suv ichgim ham kelyapti-da. Keyin shunday ko'zimni ochdimda, soatga qaramadim o'shanda. Ko'zimni ochdim, nimaga bunaqa bo'ldi dedim, tanam shunaqa suv xohlayapti, shunaqa suv ichgim kelyapti. Keyin soatga sekin qarasam 4:30 ekan. Keyin o'sha miyamda uxlashdan oldingi duoyim o'tdi, ya'ni o'sha bomdod namoziga uyg'onay degan duoyim bo'ldi. Xullas, shunday qilib soat 4:30 da Allohning mo'jizasi bilan men turdim. Shunda hayotimga paydo bo'lgan maqsadda bugun men sizlar bilan bo'lishaman va bu narsani nimaga sizlarga aytib bermoqchiman. Chunki bilaman, men sizlarga hozir idealniy hayotimni ko'rsatib, unaqa deb maslahat berib, motivatsiya bermayman. Chunki men ham sizlarga o'xshagan oddiy insonman va bu hayotda yashash uchun kurashayotgan insonman. O'zim noldan chiqib, noldan erishib, shu etapgacha kelgan odamman. Shu sababli bu videoni sizlarga olaman. Hozir kimdadir, qanaqadir vaziyatda bo'lsanglar, sizlar ham yotishdan oldin, misol, men hozir bitta narsani yana anglab yetdim. Uxlashdan oldin qanaqa inson bo'lishlaringiz kerakligini orzu qilyapsizlar. Qanaqa inson bo'lmoqchisizlar? Har doim 5 mahal namozga turadigan inson, muvaffaqiyatga erishgan inson, boy inson, qanaqa inson bo'lishni orzu qilsanglar, uxlashdan oldin shu orzularingiz bilan o'ylab, shu narsalarni bilan maqsad qilib yotinglar. Shunda uyg'onganlaringizda o'sha inson bo'lib uyg'onar ekansizlar. Nima xohlasa bizani Alloh eshitar ekan. Nima duo qilsa Alloh bizani eshitar ekan. Faqat biz bilmaymiz qaysi momentda, qaysi vaqtda duoyimizda Allohga yetib borganini va o'sha narsa amalga oshishini. O'sha uchun doim yaxshi narsalarni o'ylanglar, yaxshi narsalarni so'ranglar, yaxshi narsalarni duo qilib yuringlar. Men hayotiy tajribamni sizlarga aytaman. Xullas, yashashdan maqsad paydo bo'ldi. Bundan 1,5 yil oldin hamma narsamda bankrot bo'lib, ishimda bankrot bo'lib, pulsiz yotganimda bir tush ko'rganman. Tushimda o'zimni ota-onam bilan birgalikda qariyalar uyidagi 10 ta ota-onani umra safariga jo'natganimni ko'rganman. Va o'sha narsani 5 oy, 6 oy davomida o'sha narsani hammaga aytib, o'zimga o'zim takrorlab yurdim. Men shunaqa qilaman desam, bu payt o'zi ishim ham yo'q edi, qo'limda hech nima yo'q edi. Hamma kulardi, qaydan qilasan, o'zing hayoting to'g'rilab olgan. Lekin menda shu orzu, shu maqsad bo'lgan. Keyin o'sha o'zimni hayotimni to'g'rilashni boshladim. O'rtada o'zim umraga borib keldim. Alloh chaqirdi. Alhamdulillah, umraga borib kelib, u yoqda qanchalik go'zalligini ko'rdim va u kelib shu tushimdagi orzular haligacha o'zim sharoitimni to'g'rilab olay, hali bu darajada emasman degan narsa bilan yurib, mana bugun o'sha bomdodga turgandan keyin shu narsa miyamdan ketmadi, shu narsa miyamda aylanib turdi. Hozir men sizlar bilan birgalikda shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, bitta duo qilib qo'yasizlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa niyat bo'lsin, qalblaringizga shunaqa maqsadni Alloh bersin. Menimcha bu maqsadni menga Allohim bergan va bilaman, harakat qilsam bu narsaga обязательно erishaman. Xullas, duo qilib qo'yasizlar.
Xullas, dekabr 2025-yil dekabr oyigacha man o'z ota-onam bilan birgalikda va qariyalar uyidagi o'sha farzandlari tashlab ketgan ota-onalarni umra safariga, ya'ni 10tasini umra safariga jo'natishni oldimga katta maqsad qilib qo'ydim. Birgalashsayam bo'ladi, xohlasanglar, bilaman bitta inson uchun bu narsa juda qiyin bo'ladi, lekin sizlar поддержка qilib qo'llab-quvvatlasanglar bu orzum ham amalga oshadi. Bu bitta mani orzuim emas, o'sha umrada farzandidan kutgan, farzandidan ayrilib qolgan, ota-onalarni ham orzusi bor. Ular bilaman aniq orzu qilishadi. Agar mani farzandim bo'lganda, shu jo'natardi yoki chunki man tushimda ko'rgan ota-onalarni hammasini orzusi shunaqa edi. Man ularni yaqqol ko'rganman, qaysi ota-onalarni jo'natishimni ham hattoki. Bo'lmasa man qariyalar uyiga umuman bormaganman. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha insonlarni ham shunaqa orzulari bor. Ularni ham shunaqa orzusi bor, duosi bor. Agar hozir birgalashib o'sha insonlarni orzusini amalga oshirsak, bilasizlarmi, qanchadan qancha duoga, qanchadan qancha savobga qolishimizni. Xullas, shu narsa menda hozir maqsad bo'ldi va shu sababli bu videoni yozib, maqsadimni muhrlab qo'yganman. Inshaalloh 2025-yil dekabr oyida shu maqsadimga Allohim yetqizsin va bugundan boshlab shu maqsadim uchun alohida pul ajrataman. Ya'ni qo'shimcha pul topishga harakat qilaman, mehnat qilaman. Qo'limda hozir bor mahsulotlarim, Babyslip tagliklarini sotaman, bilasizlar, va uni savdosini oshirishga ko'proq harakat qilaman. Yana yetmasa, o'sha mashinam bor, taksi ham qilaman, uyalmayman. Shu glavniysi shu maqsadimni bitta yaqinlashib bor, shu pul yig'aman. Hozir o'rtacha hisob-kitob qilganimda $800 hisoblanganda ham $8000 va o'zimni ota-onam почти $10,000 pul kerak ekan bu maqsadimni amalga oshirish uchun. Bu $10,000 bilan Allohga olsam bitta deganda yig'aman inshaalloh. Sizlar ham kuzatib boringlar, поддержка qilinglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar, shu orzuyimni amalga oshiramanmi, yo'qmi? Ko'ramiz, birgalikda поддержка qilsanglar, birgalikda qo'llab-quvvatlasanglar, inshaalloh mana shu maqsadimizni ham birgalikda amalga oshiramiz. Man ismim Go'zal. Man hozirda Babyslip brendini asoschiman, ya'ni pampers olib kirganman va noldan hozir ko'tarilmoqdaman. Bunaqa ortiqcha biznes ledi, pullari ko'p inson emasman. Hammasini aytab noldan qilayotgan insonman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar sizlarga, chunki men endi va'da beraman har kun bitta video chiqarishga va hayotimni noldan qanaqa qilib o'zgartirgan va shu etapgacha kelganim haqida sizlarga gapirib o'taman va o'sha man qilgan xatolarni sizlarga aytib o'taman. Sizlar o'sha xatolarni qilmaysizlar, bitta oldinroq etapga sakrab o'tsanglar bo'ladi. Chunki sizlar ham noldan shu narsani qilib o'tishinglar shart emas. Xullas, obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga juda ham manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Rahmat kattakon.